Tungi bedorlar. Tiriklay ko'milgan yigit. 5-qism. Muallif Olimjon Hayit. Soqchi uni yo'lak bo'ylab turma boshlig'ining kabinetiga olib ketdi. Yirik harflar bilan turma boshlig'i deb yozib qo'yilgan eshikka yaqin borishgach, madalini olib kelgan soqchi epchillik bilan eshikni ochdi va avtomat qo'ndog'i bilan kuragiga turtdi. Kir! Madal ichkariga qadam tashladi. Xona keng edi. O'ng burchakda jildlar saqlanadigan shkaf, chapda kiyim ilgich, oyna oldida esa katta stol bo'lib, ustiga bir necha rang-barang telefon qo'yilgan. O'tir. Bu yerda o'tirgan yerida yoshi 50lardan oshgan, ko'z qarashlari jiddiy, qoshlari qalin erkak. Madali shu odam boshliq ekaniga zarracha shubha qilmadi. Garchi kursda o'ta hushyorlik, o'zgalarga nisbatan ishonchsiz ruhda tarbiyalangan bo'lsa-da, hozirgi vaziyatda ishonmasdan iloji yo'q edi. Chunki eshikdagi yozuvni ko'rgan. Bu kabinetda faqat boshliqqina o'tirishi mumkin. U ko'rsatilgan yerga o'tirdi. "Xo'sh, yigit, ishlar qalay?" so'radi boshliq. Madali uning rus emasligini so'zlash ohangidan darrov sezdi. Qolaversa, ruslarning qoshlari qop-qora, qalin bo'lmaydi. So'raganingizdan beri ancha yaxshi, jiddiylik bilan javob qildi u. Shunaqami? Obbo seni, ja botir ko'rinasan-a? Men botirlik qilayotganim yo'q. Savolingizga javob berdim xolos. Juda yaxshi. Endi bu yog'iga quloq sol. Boshliq o'rnidan turib, madalining tepasiga keldi va yelkasiga qo'lini qo'ydi. Sening jinoyating shu qadar og'irki, men hech qanaqangi jinoyat sodir etganim yo'q. Boshliqning so'zini bo'ldi Madali. Sen jim o'tirib eshitgin avval. Xullas, jinoyating shu qadar og'irki, 15 yilsiz bu yerlardan chiqib keta olmaysan. O'zing ko'rgandirsan. Senga qarshi barcha dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari tayyor. Shundaymi? Hammasi bo'xton. Seningcha shunday, ammo biz uchun bo'xton emas, qonuniy isbotlangan. Mendan nima istaysiz? So'radi Madali toqati toq bo'lib. Kamerangdagi qariya bilan tanishib oldingmi? Shunday desa ham bo'ladi. Xo'sh, senga yoqdimi u? Menga hayotda hech kim yoqmagan. Juda sovuqqon ekansan. Bu yaxshi emas. Agar turmadan tez kunda chiqib ketishni istasang, senga bitta imkoniyat berishim mumkin. Madali hushyor tortib, boshliqning ko'zlariga tik boqdi. Qanaqa imkon? O'sha tepakalning oltinlari qayerga berkitilganini bizga aniqlab berasan. Qanday qilib? Uni turmadan olib qochasan, qisqasi, buning yo'lini o'zing o'ylab top. Shunday qilginki, u seni oltinlar yashirilgan joyga yetaklab borsin. Bizning odamlar esa orqalaringdan kuzatib borishadi. Shu ishni uddalay olsang, o'sha daqiqadan ozodman deb hisoblayver. Bu haqiqatdan juda katta imkoniyat edi. Axir, shahardagi aloqa qutisiga allaqachon topshiriq bitilgan maktub kelib tushgandir. Madali esa hali ham turmada o'tiribdi. Men roziman, dedi u hayajoni ortib. Faqat so'zingizda tursangiz bas. Men 200lamachilikni yomon ko'raman. Endi eshit, ertalab soat 5larda maxsus mashinada tuzlangan karam ortilgan bochkalar olib kelinadi. O'shalarning ikkitasi atayin bo'sh qoldiriladi. U yog'i tushunarlidir? Soqchilarchi? Ular bilan ishing bo'lmasin. Sen ertalabgacha qariyani ko'ndirish payda bo'l. Tushundim. Endi boraverishing mumkin. Soqchi? Ostonada paydo bo'lgan soqchiga boshliq olib ket ishorasini qildi. Madali kamera tomon shoshilmasdan ketib borarkan, xayolan tepakal bilan qanday gaplashish yo'llarini o'ylardi. Kursda o'zlashtirgan mashg'ulotlarini esga olish vaqti yetdi. Madali har bir darsni birma-bir xotirasiga tushirib, nihoyat kompyuter qarshisida o'tkazgan onlarini ko'z oldiga keltirdi. Sen nafaqat kompyuterni, hatto o'zingni ham yolg'onlaringga ishontira olishing lozim, deya tayinlagan edi muallima ayol o'shanda. O'shanda ko'zlagan maqsadingga osonlikcha yetasan, dushmanni tor-mor qilasan. Madali yo'l-yo'lakay qanday yo'l tutish rejalari haqida bosh qotirib, kameraga kirib bordi. Tepakal mahbus hamon karavotga cho'zilib yotganicha sigareta tutatardi. Madalining kirib kelganini ko'rib, yotgan yerida kulib qo'ydi. Ha, boshliq adabingni berdimi deyman? So'radi u sigaretani cho'zib tortib.
U yer bu yering ko'karmabdiyam. Odatda ulush olishi kerak bo'lganlarni boshliqning huzuriga olib kirishardi. Ablahlar. So'kindi Madali qovog'ini uyib. Pullarni topib berishimni talab qilishyapti. Qaysi pullarni? Qaysini bo'lardi? Bankdan olib chiqib ketgan pullarimni-da. Ha, shunaqami? Tepakal shoshilmay o'rnidan turib o'tirdi. Men ham dastlabki kunlarda holi jonimga qo'yishmagandi. 2 marta karterga ham kirib chiqdim. Oltinlarni topib qo'limizga topshirasan deydi. Xo'sh, ahmoq bo'libmanmi topshirib? Yaxshisi katta pulga sotaman-da, bu yerdan yarmini berib bo'lsa ham chiqib ketishga harakat qilaman. Turmadan pul berib chiqib ketmoqchimisiz? Madali negadir qariyani sizlashga o'tgandi. Buni o'zi ham endigina payqadi-yu, indamadi. Ovora bo'lasiz. Bular siz bilan mendan o'lib qolsa ham pul olishmaydi. G'ursanda hali bola, dedi Tepakal. Meni Timofey deb qo'yishibdi. Qishlog'imdagilar Tima deb chaqirishardi. Bundaylarni ko'raverib pishib ketganmiz, ha. Menga qarang, Tima amaki, dedi Madali ehtiyot shart eshik tomonga ko'z tashlab olgach. Uning amaki deb chaqirishi qariyaga yoqib tushdi shekilli, tabassum paydo qilib karavotdan pastga tushdi. Nima deysan, jiyan? Bir gap aytsam, hech kimga go'llab qo'ymaysizmi? Meni Tima deb qo'yibdi, xafa qilmagin. Bo'pti, uzr. Xullas, siz bilan kelishib oladigan bir ish bor edi. Albatta, rozi bo'lishga so'z bersangizgina aytaman. Qani ayt, yuragimni siqaverma sen ham. Madali ovozini pasaytirib so'z boshladi. Mana, o'zingiz o'ylab ko'ring, menda katta pul, sizda esa oltin bor, shundaymi? Xo'sh, keling, o'sha oltinlaringizni men sotib olaman. Sotib olaman? Puling yetarmikin sotib olishga? Nega yetmas ekan? Axir bilmaysiz-ku qancha pulim borligini. Yaxshisi narxini ayting. Qariya bir muddat o'ylanib turgach, yelka qisdi. Oltinlarim ko'p, taxminan 100 ming ko'kiga tortadi. Madali bu gapni eshitib kulib yubordi. Hozir u o'zini shunday tuta boshlagandiki, puli ko'pligiga o'zi ham qattiq ishonib yuborayotgandek edi. Juda oz-ku, dedi nihoyat kulishdan to'xtab. Men 1 milliondan kelasizmi deb o'ylovdim. Nima? 1 million? Hali shuncha pulni o'marganmiding? Siz nima deb o'ylovdingiz? Meni bekorga shuncha yilga kesishmagandir? Qoyil, silkinib kuldi qariya. Yosh bo'lsang ham balo ekansan. Mayli endi, yoshimni hurmat qilsang, picha qo'shib berarsan-a? Ha, qo'shib beraman, faqat aytganimdan chiqmaysiz. Hozircha, ta'kidlab qo'ydi qariya. Oramiz ochiq bo'lgandan keyin. U yog'ini o'zim ham bilaman. Unda bugun tiniqib uxlaymiz. Ertalab soat 5larga yaqin soqchilar bizni ombor yaqiniga olib borishadi. U yerdan tuzlangan karam olib kelgan mashinaga o'tirib juftakni rostlaymiz. Faqat bilib qo'ying, mabodo aldashni ixtiyor etgan bo'lsangiz kechirmayman. Unaqa odatim yo'q, yigit, lekin bir narsani tushunmay turibman. Kim bilan qochishga kelishib qo'ya qolding darrov? Bunisi mening ishim. Tushunarli, boshqa savol bermayman. Suhbat shu bilan yakun topdi. Madali qariyaga e'tibor ham qilmay, navbatdagi rejalarni xayolan tuza boshladi. Uning birdan bir maqsadi turma boshlig'i aytgan ishni bajarish u mana shu sassiq kameralarga qaytmasdan xizmatni davom ettirishdangina iborat edi. Madali tunni ko'z yummasdan o'tkazdi. Aksiga olgandek, o'ng ko'ksining pastrog'i qur sanchir. Ana shu og'riq uning bemalol rejalar tuzib olishiga xalal berardi. Itdan tarqaganlar. So'kindi u alam bilan xurrak otayotgan Tepakal tomon nazar tashlab. Mana bunaqalarga baribir. Ustidan poyezd o'tib ketsa ham balo urmaydi. Menchi, nega kursda o'qib yurgan kezlarimda qancha kaltak yemay jonim buncha og'rimasdi-yu, hozir og'riy boshladi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Ish qilib jigarni ezib qo'shmagan bo'lsa bas. Soat chorakam 5ga bong ura boshlaganida soqchi ortiqcha tovushlarsiz kamera eshigini ochdi. Sherikni ham uyg'otib tashqariga chiqing, buyurdi u. Omborda kutishyapti sizlarni. Madali oyog'i bilan turta Tepakalni o'rnidan turg'azdi.
Ikkovi ham kerakli narsalarni apil-tapil qo'ltiqlariga qisdi-da, tashqariga yo'l oldi. Rostdan ham ombor qarshisida yuk mashinasi turar. Bortiga 10 tacha bochka yuklangandi. "Ho, ichkaridagi 2 bochkaga tushib, ustlaringdan qopqoqlarni yaxshilab yopinglar", tushuntirdi haydovchi. "Shaharga yaqin qolganda to'xtayman, o'sha yerda tushasizlar." Madali avval qariyani bir amallab bochkaga joylashtirdi va qopqoqni yopdi. O'zi esa sira qiynalmasdan bochkaga kirib oldi. Qopqoq yopilganidan so'ng nafas olish ancha og'ir edi. Biroq kursda o'zlashtirgan mashg'ulotlar xayoliga kelgach, yopiq sharoitda ham o'ziga kerakli kislorodni qabul qilib olish imkonini topdi. Ya'ni bochkaning sezilar-sezilmas tirqishlariga og'zini to'g'rilab oldi. Mashinadan chayqala-chayqala ketib borarkan, Madali faqat va faqat shahardagi maxfiy aloqa qutisi, unda noma'lum shaxslar qoldirib ketgan xat haqida o'ylar, turmadan eson-omon qutulib chiqqaniga shukronalar keltirardi. Turma boshlig'i qo'ygan shart esa unga arzimas bir yumushdek tuyulardi. Shuncha vaqt tahsil olib, qancha sinovlarni, azoblarni boshimdan kechirib, qayoqdagi bir tepakalning ixtiyoridagi oltinlarni olib qo'ya olmaymanmi? O'ylardi u bochka tirqishdan to'yib nafas olishga intilib. Bu ish nari borsa 2 soat vaqtimni egallaydi. Undan so'ng zudlikda shaharga qaytishim va o'z ishim bilan mashg'ul bo'lishim kerak. Mashina 1 soatlar chamasi yo'l yurgach, birdan to'xtadi. "Qani, chiqinglar bochkadan", buyurdi haydovchi pastdan turib. "O'lib qolmadinglarmi?" Birinchi bo'lib bochkadan Madali chiqdi. Semizligi tufayli qariya o'z kuchi bilan chiqib keta olmasdi. Unga ham ko'maklashib yubordi. Ular to'xtagan joy shaharga kiraverishdagi bir qishloq edi. "Bizning ketimizdan soqchilar kuzatib kelishlari kerak edi-ku", haydovchini bir chetga tortib qulog'iga shivirlardi Madali. "Negadir ko'rinishmayapti, tinchlikmikan?" "Sen shoshilma", dedi haydovchi sovuq tirjayib. "Turma boshlig'i sen o'ylaganchalik ahmoq emas. Kerak bo'lganingni o'zlari topib olishadi. Hozircha o'ylab qadamingni bosaver." Haydovchi jo'nab ketdi. 2 mahbus esa bir muddat nima qilishni bilmay turib qolishdi. "Xo'sh, qayerda oltinlaring?" Toqati toq bo'lgan Madali qariyani turtdi. "Nega qoqqon qoziqdek qotib qolding? Ko'rsat, boshla." "Namuncha hovliqasan?" jerkib berdi qariya. "Yana 5 daqiqa shu yerda kutamiz." "Nega?" "O'shanda bilasan." Madali qo'l siltab nari ketdi. Qishloq ko'chasi boshida anhor oqib o'tgan ekan. Muzdek suvda yuz-ko'zlarini chaygan bo'ldi. "Ana kelishyapti", qichqirdi qariya uzoqdan katta tezlikda yaqinlashib kelayotgan qizil mashinani ko'rsatib. "Biznikilar kelishyapti." Madali birdan hushyor tortdi. "Bu nimasi?" so'radi qariyaga tik boqib. "Qanaqasiga biznikilar bo'ladi axir? Hech kim bilmaydi-ku bizning turmadan qochganimizni." "Nega endi bilmas ekan? Bilishadi. Mening odamlarim bilishadi." "Qanaqa odamlar?" Tepakal kutilmagan harakat bilan Madalining yoqasidan bo'g'di. "Men seni kameraga kirib ketayotganingdayoq tanigandim", o'shqirdi yigitning bo'ynini mahkamroq bo'g'ib. "Kimligingni saroyimga borganingdan keyin bilasan." Bu orada qip-qizil Mercedes ularning ro'parasiga kelib to'xtadi va undan 2 nafar barvasta rus yigiti tushib keldi. Yigitlarning biri qariya bilan bosh irg'ib salomlashgan bo'ldi-da, Madalining orqasiga tepdi. "Yo'q", uni to'xtatdi qariya. "Shoshilma. Oldin saroyga olib boraylik, keyin uraverasanlar." Madali istasa, uchalasini ham bir yoqlik qilardi, ammo bir narsa, qariyaning aslida kim ekani u og'iz ko'pirtirib aytayotgan saroy qiziqtirib qolgandi. Shu sababli o'zini hushdan ketganga solib, yigitlarni mashinaga ko'tarib o'tkazishlariga majbur qildi. Orqa o'rindiqqa o'tkazayotib, ikkovi galma-gal bir mushtdan tushirdi. Bu mushlar kursdagilarga nisbatan biroz kuchliroq edi, ammo chidadi. Noma'lum sirli makonlarga yetib olish, u yerdagi tilsimlardan voqif bo'lish umidi unga kuch, matonat hadya etdi. Mashina katta tezlikda yarim soatcha yo'l bosdi. Qariya ham, yigitlar ham jim ketib borishar. 2 yigit Madalini boshidan bosib olgani sabab qaysi yo'l bo'ylab qayerga ketayotganliklarini ko'rishga umuman imkoni yo'q edi. Nihoyat ular qayergadir yetganda to'xtashdi. Yigitlar epchillik bilan Madalini pastga sudrab tushdilar.
Mashina kelib to'xtagan joy ikki yoni daraxtzor bir qishloq ko'chasi edi. Shundoqqina ro'paradagi darvoza lang ochiq. Darvoza qarshisida katta bir ovcharka qariyaga dumnilik kelayotganicha qarab turardi. "Iye, asalim, kelmaysanmi?" kuldi qariya itga yaqin borib. It yugurib keldi-da, unga bir-ikki suykalgan bo'lib, Madali tomon chopdi va irillay boshladi. "Yo'q, bas qil." Itni tinchlantirdi qariya. "Irillashingga hali erta. Qani Misha, bu ablahni ichkariga olib kiringlar." Yigitlar Madalini hovliga sudrab olib kirishdi. "Hozircha uni omborga qamab qo'yinglar", buyurdi qariya. "Sal nafasni rostlab olaylik, ana undan keyin gaplashaveramiz." Oradan yarim soatcha vaqt o'tib, Madali qamab qo'yilgan ombor eshigi ochilib, ichkariga 4 nafar barvasta yigitlar kirishdi. Barchalari qo'llarida uzunligi yarim metrlar keladigan temir ushlab olganini ko'rgan Madali ko'ngli g'ash tortib, sekin o'rnidan turdi. Sezdi, bu nusxalar shunchaki kirishmagan. Hozir o'rtada mushtlashuv boshlanadi. Uni sindirishga urinishadi. Ammo nima sababdan? Nahotki bular haqiqatan Madalining puli ko'p-u, shu pullarni kuch ishlatish yo'li bilan olib qo'yishga urinayotgan bo'lsa? Nahotki tepakal o'z so'zidan qaytsa? Umuman kim o'zi bu qariya? Nima uchun hamma unga ta'zimda? "Senlarni aldashibdi", dedi Madali o'ziga tobora yaqinlashib kelayotgan yigitlarga. "Menda hech qanaqangi pul yo'q. Shuning uchun o'zlaringni qiynamanglar, aks holda joningga jabr bo'ladi." Yigitlar bu gapni eshitib baravariga kulib yuborishdi. "O'zingni shunchalik zo'rman deb hisoblaganmiding, Misha?" deya gap boshladi oldidagi mo'ylovli rus yigit. "Yo'q, sendan ko'ra biz zo'roq chiqib qoldik." "Misha?" Madali hayron bo'lib qarshisida tish qayrab turgan yigitlarga bir nazar tashladi. "Qanaqa Misha? Mening ismim unday emas." "Shunaqami?" so'radi orqaroqda turgan yigit. "Haliyam esing kirmadimi? Mana senga." U shu qadar tez yaqinlashib Madaliga zarba berdiki, sal bo'lmasa chap berishga ulgurmay qolay dedi. "Voy iflosi, qani josusligingni bir namoyon etchi sotqin." Unga sheriklari ham qo'shilishdi. Endi Madali astoydil himoyalanmasa bo'lmasdi. Avvaliga qarshisidagi mo'ylovlining uyqu tomiriga zarba yo'lladi. U yiqildi-yu, ammo negadir sapchib o'rnidan turib ketdi. Zarba yaxshi chiqmadi shekilli. Ko'nglidan o'tkazdi Madali va boshqalarning temirga chap bergan ko'yi yana bir marotaba zarba berdi. Afsus, bu gal ham hushidan ketkiza olmadi. Baxtga qarshi yigitlar temirni aynan Madalining chap ko'ksiga yo'llashar. Shunda ham og'rib turgan tana kuchli zarbalardan yanada qattiqroq og'rirdi. Bu safar Madali rostakamiga kaltak yedi. Ko'pchilik bo'lishgani uchunmi yo boshqa sababdanmi, qancha urinmasin, baribir temir tutgan qo'llar ustun kelib, uni oxir oqibat yerga qulatdi. Ayniqsa oyog'iga ketma-ket 5-6 marta kelib tushgan temir zarbalari jonini sug'urib olay dedi. Mana u ignalar bilan yirtilgan yeringni tikib ol." Mo'ylovli yigit allaqachon hushini yo'qotib, cho'zilganicha yotgan Madalining oldiga igna va qora ip tashladi-yu, sheriklarini boshlab tashqariga chiqib ketdi. U qancha vaqt hushsiz yotganini ham eslay olmasdi. Ko'zlarini ochganida xona ichi qop-qorong'u, chap ko'ksidan pastrog'i, chap oyog'ida paydo bo'lgan og'riqqa chidashning iloji yo'q edi. Madali o'zini sal o'nglab olgach, ruhan og'riqlardan ustun kelib, sekin o'rnidan qo'zg'aldi. Biroq oyoqdagi og'riq baribir tek turishga qo'ymay o'tirib qoldi. Sekin o'sha joyni paypaslab ko'rdi. Panja yirtilib ketgan. Go'sht ochilib qolgan yer 7-8 santimetrcha kelardi. Shu topda qo'liga igna va ip ilinib, ko'zlari salgina ochilgandek bo'ldi. Ifloslar. So'kindi qorong'ulikda tavakkaliga ignaga ip o'tkazayotib. Sal bo'lmasa o'ldirib qo'yishga yozdi. Meni qaysi Mishaga o'xshatishdi o'zi? Kim o'sha Misha? To'xta. Madali nimadir esiga tushgandek bir muddat o'yga toldi. Menga "Seni Mixail Salayevsan" deyishgandi bir kuni. Kim ekan aslida Mixail Salayev? Nega menga bunday ism berishdi? Ha mayli, buni baribir aniqlayman. Shu yerdan omon eson chiqib olsam, albatta aniqlayman. 4 qavat qilib ignaga o'tkazilgan ip tayyor bo'lgach, avvaliga ignani paypaslab tekshirib olgan bo'ldi.
Zararsizlantirilgan, zahri yo'q. Demak, bemalol qo'rqmasdan tikaversa bo'ladi. Madal ehtiyotkorlik bilan yirtilib ketgan tanasiga ko'zlarini chirt yumgancha igna sanchdi. Yo'q, unchalik og'riq sezmadi, balki og'rib turgan teri ignani sezmagandir. Nima bo'lganida ham yarim soatcha urinib, yirtilgan joyini tikib olishga muyassar bo'ldi. Faqat chap ko'ksidan pastroqdagi og'riqni bosishning sira iloji yo'q edi. Kechga yaqin ikki yigit qo'llarida yana temir bilan kirib kelishdi, lekin hujum qilishmadi. "O'rningizdan turib bizning ortimizdan yurar ekansiz", dedi ularning biri muloyimlik bilan. "Qayerga?" atayin talmovsirab so'radi Madali. "Shef huzuriga." "Shef? Anavi tepakal sheflaringmi? Kirgandan keyin bilib olaverasiz." Madalini o'rtaga olgancha ular ikki qavatli hashamatli uyning yuqori qavatiga olib chiqishdi. Uy ichi naq ko'rshonaning o'zi edi. Madali dunyoga kelib bu qadar chiroyli gilamlarni, devorlardagi rang-barang naqshlarni, teleradio uskunalaru ko'zni qamashtiruvchi telefonlarni ko'rmagandi. Garchi ko'zlari yashnab ketayotgan bo'lsa-da, sir boy bermay ko'rsatilganidek navbatdagi xonaga qadam qo'ydi. U yerda taxmin qilganiday tepakal telefon orqali kim bilandir gaplashib o'tirar. Ikki yonboshida qaddini g'oz tutganicha qotib turgan soqchilar buyruq kutishardi. Tepakal Madalini ko'rib, shosha-pisha go'shakni joyiga qo'ydi. Keyin soqchilardan birining qulog'iga nimalardir deya pichirlagandi, u yugurib tashqariga chiqib ketdi. "Xo'sh, Misha, qalaysan endi?" Qariya sekin Madaliga yaqin keldi-da, yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Voy buvi, yigitlar seni rosa dabdala qilib tashlashibdi-ku. Qara, ko'karmagan joying deyarli qolmabdi. Chap oyog'ingni ham bog'lab olibsan. Nima, sindimi?" "Senga nima?" g'o'drandi Madali. "Iye, bu nima deganing? Axir nima bo'lganda ham ko'p yillik qadrdonimsan. Achinaman-da." "Qanaqa ko'p yillik? Men senga hech qachon qadrdon bo'lmaganman." "Shunaqami?" Kuldi tepagal va kutilmaganda ovozining boricha baqirib yubordi. "Mana endi bo'lasan qadrdon, bildingmi? Nima, katta pulni yashirdim, endi qochib qolsam bo'laveradi deb o'ylaganmiding? Meni topa olmaydi, go'l deb xayol qilganmiding? Chuchvarani xom sanabsan. Topdim-ku. Ustalik bilan qo'lga tushirdim-ku. Vey, tag'in uyalmasdan meni tanimaganga olib o'tiribsan-a. Nahotki vijdoning qiynalmagan bo'lsa?" "Menga qara, qariya", dedi Madali o'zini bosishga urinib. "Sen meni kimgadir o'xshatayapsan shekilli. Men axir seni umuman tanimayman." "Tanimayman deysanmi? Nima balo? O'sha josuslik tashkilotingdagilar uraverib, xotirangdan ham ayirib qo'yishdimi?" "To'g'ri qilishgan, chunki sen ularga ham xoinlik qilgansan. To'g'rimi, yo'qmi?" Madali o'ylab o'yining oxiriga yeta olmasdi. Qariyaning so'zlarini tinglab turardi-yu, biroq xayolan nimalar bo'layotganini tahlil etishga urinar, o'zining aslida kim ekanini, kimga aylanganini aniqlashga harakat qilardi. Afsuski, kalavaning uchi sira topilmasdi. "Pullar qayerda?" so'radi qariya dag'dag'a bilan. "Nega indamaysan? Pullar qani deyapman." "Qanaqa pullar? Menda hech qanaqangi pul yo'q." "Pul yo'q degin? Yaxshi, hozir aniqlaymiz." Shu payt xonaga soqchilardan biri kirib, eshikni kattaroq ochdi va o'zi bir chetga o'tib turdi. Madali beixtiyor ortga o'girilgan ham ediki, kulimsirabgina ichkariga qadam qo'ygan Marusiyaga ko'zi tushdi. "Sen?" deb yubordi to'satdan. "Ha, men", javob qildi Marusiya. "Xayriyat, meni taniding?" "Ha", gapga aralashdi qariya. "Seni haqiqatdan tanidi bu go'rso'xta, lekin bizni tanimayapti haliyam. O'z sheriklarini tanimagani yetmagandek, pullarning qayerdaligini ham eslay olmayapti chog'i." "Otaxon, dabdurustdan pul talab qilmang-da", dedi Marusiya Madaliga boshdan oyoq razm solib qararkan. "Sal o'ziga kelib olsin, istirohat qilsin, ana undan keyin pul haqida gapirsangiz yarashadi." "Misha", Madaliga yuzlandi qariya. "O'sha josuslik tashkilotingda Marusiya bilan birga ishlaganingni eslay olasanmi?" "Nima? Marusiya bilan? Negadir eslay olmayapman." Qariya kulib yubordi.
Ha, seni yomon qiynab yuborishibdi o'sha boshliqlaring. Ammo bizni ham aybimiz bor bunda. Seni ulardan ilgari qo'lga tushira olmadik. Mayli. Bu yog'iga endi pishiqroq bo'lamiz, to'g'rimi, Marusa? Albatta. Endi Mishani hech qachon qo'ldan chiqarmasligimiz kerak. Madala ayolga zimdan razm solib turdi-da, birdan miyasini demak, bu ham bizning tashkilotdan ekan-da degan xayol yashindek tepib o'tdi. Ha, o'ylab qoldi u. Bundan chiqdi, Marusa ham bizga, ham manavi qariyaga xizmat qiladi. Men-chi? Yo'q. Men bu fohisha bilan to'shakdagina yaqindan tanishganman xolos. Aniqlashim kerak. Nimalar bo'layotganini ustalik bilan aniqlab olishim zarur. Xo'sh, nimadan boshlay, nima qilsam ko'zlagan maqsadimga yetaman? Ha, topdim. Bugun qariyadan Marusa bilan birga bo'lishimga ruxsat berishni so'rab ko'raman. Bundan qulayi yo'q. Agar shunga erisha olsam, fohisha hammasini oqizmay-tomizmay menga aytib beradi. Aytmay ham ko'rsin-chi. Qariya, Marusa to'g'ri aytayapti, dedi Madala birdan bir pastlik sukutdan so'ng. Og'riqqa chidab bo'lmayapti. Bugun u menga malhamlar qo'yib, sal o'zimga keltirsin. Qolgan gaplarni ertaga gaplashaveraylik. Ishonsam bo'ladimi? Ayolga ma'noli ko'z qisib so'radi qariya. Ha, juda ma'qul gap. Mayli, yigitlarim seni rostdan ham qiynab yuborishibdi. Buguncha damingni ol, aysh qil. Bilasan-ku, Marusa uncha-muncha erkakning jonini kiritib yuboradigan ayol. Ertalabgacha pullarni qayerga berkitganing ham ma'lum bo'ladi. Boringlar, Marusa, uni o'zingning xonangga olib kir. Madala oqsoqlangan ko'ya ayolning ortidan ergashdi. Tepakal esa qaytadan joyiga o'tirib, turma boshlig'iga minnatdorchilik bildirib qo'yish niyatida telefon go'shagini qo'liga oldi. Ey, yo'q, to'xta. Marusa hovliga chiqach, qarshisidan kelayotgan soqchini o'tkazib yubordi-da, Madalaning bilagidan tutdi. Bu yerda qola olmaymiz. Menikiga boramiz. Nega? So'radi Madala atayin. Senga aytadigan gaplarim bor. Shu yerda kutib tur, men qariyani ko'ndirishga urinib ko'raman. Marusa orqaga yugurganicha tepakalning xonasiga kirib ketdi. Oradan 2-3 daqiqa o'tib qaytib chiqdi. Bular yana bir o'yinni o'ylab topishayotganga o'xshaydi. Xayolidan o'tkazdi Madala. Yo'q, endi meni qo'lga tushirib bo'psanlar. O'zlaring hushyor tortirib qo'ydilaringmi? Bu yog'iga o'ylab qadam bosadigan bo'ldim. Mana bu manjalaqini ham suv yuziga chiqaraman. Shoshmay tursin, kimligini, maqsadini aytmaguncha qo'ymayman. Mana bo'ldi, dedi Marusa kulimsirab. Qariya ko'ndi. Qani ketdik, tashqarida mashina kutib turibdi. Menga qara, nega oqsayapsan, ha? Oyog'ing shunchalik yomon og'riyaptimi? Hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Qo'l siltab qo'ydi Madala ayolning orqasidan ergashib. Yaxshisi, tezroq senikiga boraylik, odam quturib ketdi juda. Ko'ngillari yana nimani istaydi? Erkalanib Madalaning qo'ltig'iga kirdi Marusa. Mashina yo'lga tushdi, biroq orqalaridan boshqa mashina ham izma-iz ketib borardi. Madala kuzatishayotganini aniq sezib turgan bo'lsa-da, atayin Marusadan so'rab qo'ydi. Orqadagilarga nima bo'lgan? Dumga o'xshab ergashib kelishyapti-ya. E'tibor qilma, o'qtirgan bo'ldi ayol. Bularda qoida shunaqa. Uygacha kuzatib borishlari tayinlangan. Undan ko'ra meni qattiqroq qo'ch, sog'inganman axir. Itdan tarqagan-ey, o'yladi Madala Marusaga zimdan razm solib. Turmaga, qariyaga qo'ng'iroq qilib, meni og'ir kunlarga qo'yganini bilmaydi deb o'ylaydi shekilli. Hali qarab turgin, oyoqlarimga bosh urdirmasam, otimni boshqa qo'yaman. Mashina yarim soat deganda Marusaning kvartirasi ro'parasiga kelib to'xtadi. Orqadagi mashina esa tezgina o'tib ketdi. Bu gal aroq, mayda-chuyda sotib olishing shart emas. Kuldi Marusa ichkariga kirishgach, Madalani avaylab echintirarkan. Bugun sen mening aziz mehmonim bo'lasan. Qolaversa, kelgusida qilinadigan ishlar haqida gaplashib olamiz. Sen rostdan ham razvedkada xizmat qilasanmi? Toqati toq bo'lib so'ray boshladi Madala. Faqat to'g'risini ayt. Hali bu haqda bilishingga erta. Yaxshisi, o'zingning ilgari kim bo'lganingni eslashga harakat qilib ko'r. Men hech narsani eslay olmayman. Yolg'ondan gap boshladi Madala.
Shunda yo'l tutish ma'qulroq ekanini mashinada o'tirgan mahal obdon o'ylab olgandi. Nega eslay olmaysan? So'radi Marusiya. Biror gap bo'lganmidi o'shanda? Qachon? Nima desam ekan, bankni o'margan paytingda. Bu gaplardan so'ng Madala qaytadan xayolga toldi. Pul, bank, sotqinlik. Bundan chiqdi, kimdir bu bosqinchilarni chuv tushirib ketgan. To'xta. Qariya boya razvedka tashkiloti haqida gapirgandi. Demak, o'sha odam razvedkaga aloqador bo'lgan. Lekin bu yerda Madalaning nima aloqasi bor? Madala Marusiyani qo'yib yubordi-da, sekin ko'zgu qarshisiga borib to'xtadi. Ha, ko'rinishi xuddi Rusning o'zi. Sira shubha yo'q. Nahotki o'sha sotqinga o'xshasa? Nega? Bu tasodifmi yo oldindan o'ylab topilgan o'yinmi? Yaxshisi, mana va ayoldan surishtirib biladi. O'shanda balki kelgusi rejalarini ham oydinlashtirar. Bankni qachon o'marganman o'zi? So'radi Madala. Bu ham esingda yo'qmi? O'lay agar hech nimani eslay olmayapman. Nega? Bilmadim. Es bilaman. Men o'rmon ichkarisida 10 chog'li erkak o'rab oldi. Rosa kaltaklashdi. Hushimdan ketganimni aniq bilaman. Undan keyin esa shifoxonada o'zimga keldim. Ming afsus, o'shandan beri o'zimning kim ekanligimni eslay olmayapman. Go'yo tirik murdadek ko'cha kezardim xolos. Shunaqa degin. Uf tortib Madalaga yaqin keldi Marusiya. Yaxshi ish bo'lmabdi. Aniq seni razvedka tashkilotchilari kaltaklashgan. Nega endi? Sen axir qariyaga xizmat qilarding. Boshliqlar ikkalamizni ham uning ortidan tushishga, boyliklarini davlat hisobiga olishga, o'zini esa jinoiy javobgarlikka tortishlari uchun tutib berishimizni istashgan. Shu maqsadda bizni ularning orasiga qo'shib qo'yishgandi. Biz esa pulning ortidan quvib, asosiy ishimizni unutib qo'ydik. Unda seni nega shu vaqtgacha tuta olishmadi? Men chap berib yuribman, bilaman, baribir izimdan allaqachon tushgan. Biroq men ham osongina jon berib qo'yadiganlardan emasman. Faqat pulni debmi? Bo'lmasa nimani? Axir bu dunyoda nima uchun yashayapmiz? Pul uchun emasmi? Mana bunisi juda ko'ngildagi gaplar bo'ldi. O'yladi o'zicha Madala. Qara, hamkasbim bilan bir to'shakda yotib yuraveribman u, hech vaqoni bilmabman. Qo'ynimdagi ilonni sezmabman. Yo'q, endi hammasi ayon. Bu yog'iga o'zimni o'sha sotqin yigit qiyofasida deb bilaman va harakatni davom ettiraveraman. Boshliqlar adashmaydi. Meni maxsus operatsiya qilib, mana shu bosqinchilar ortidan qo'yishgan bo'lsa ajab emas. Bo'sh kelma Madala. Yo'q, Madala emas, Mixail Salayev. Sen endi albatta g'olib bo'lasan. Madala to'satdan chap ko'ksini changallab kursiga o'tirib qoldi. Marusiya esa xavotiri oshib, darhol tinchlantiruvchi dori topib uning qo'liga tutqazdi. Ichib ol, og'riqni qoldiradi bu. Madala dorini olishga oldi-yu, ichmadi. Chunki u Marusiyaga nisbatan ishonchini yo'qotib bo'lgandi. Chap ko'ksi Madaliga tuni bilan azob berib chiqdi. Og'riqdan ustun kelib bo'lmasdi. Ayolning og'ushi ham dardini unutishga yordam bera olmadi. Yarim tunda bir burchakka berkitib qo'ygan dorini ichishga majbur bo'ldi. Shundan keyingina yarim soatlar chamasi vaqt o'tib, og'riq pasaydi va uxlab qoldi. Sendan bir iltimosim bor, dedi u erta tongda Marusiyani turtib. Nima iltimos, jonim? Uyqu to'la ko'zlarini ishqalay Madalaning ko'ksiga bosh qo'yib so'radi ayol. Ichking kelyaptimi? Qanaqa ichish? Men bir joyga borib kelishim zarur, lekin anavi shotirlardan qo'rqyapman. Kuzatib yurishlari tayin. To'g'ri, kuzatishadi. Xo'sh, nima ish? Qayerga bormoqchisan? Mendan ham yarashirasanmi? Madala o'ylanib qoldi. Nima qilsin, aytsinmi? Axir eng yaqin do'stiga ham aytib bo'lmaydi bu sirni. Aytsa-yu, bu ayol to'ppa-to'g'ri qariyaga qo'ng'iroq qilsa-chi? Qo'ng'iroq qilishi aniq, chunki o'zi kecha sezdirib qo'ydi. Uni faqat pul qiziqtiradi. Senga ham aytib bo'lmaydi, dedi nihoyat bir qarorga kelib. Bu mening shaxsiy hayotimga oid. Hoy, josusda shaxsiy hayot nima qiladi? O'rnidan turib ketdi Marusiya. Sen ko'rgan narsalarni men ham ko'rganman, aytaver, sotish yo'q. Sotasan, sendaqalarning ko'pini ko'rganman. Mabodo sotmasam-chi?
Dorixonaga borishim kerak, ko'rding-ku. Tuni bilan og'riqqa chidolmay to'lg'onib chiqdim. Men hech nimani ko'rganim yo'q, uxlaganman. Uxlaganmish, to'ng'illab qo'ydi Madali. Holi jonimga qo'ymasdan yopishgan u. Uxlaganman deydi-ya. Sog'ingandim axir. Madalining bo'yniga osildi Marusiya. Bo'pti. Hozircha qo'lingni tortib tur. Men dorixonaga bormasam bo'lmaydi. Sen ularni chalg'itib turishing kerak. Buni oson deysanmi? Chalg'itib emish. Bilasanmi ular kim? Butun boshli mafiya-ku. Sen bilan menga o'xshagan josuslarning yuztasini bitta qarmoq bilan ilintira olishadi. Bo'lmasa nima qilay? Jonim og'risa ham o'tiraveraymi? Tavakkal qil. Chalg'itish kerakmi? O'zing o'ylab top yo'lini axir. Bunaqangi ishlarni ustasi farangsan-ku. Menga qara, Marusiya. Ayolning yelkalaridan tutib o'ziga qaratdi Madali. Sen menga ishonasanmi? Xo'sh, ishondim ham deylik, nima bo'pti? O'sha pullarga ikkovimiz ega chiqishimizni istaysanmi? Qo'l siltab qo'ydi u. Sen Simani bilmaysan. Butun ittifoq bo'ylab kazo-kazolardan tanishlari bor. Ular bir tovoqdan osh yeyishadi. Yo'q, sen bu gaplarni unut, befoyda. Kel, o'zing aytgandek tavakkal qilib ko'ramiz. Zora omadimiz chopsa. U yoqdagi ishlarchi? O'ylab ko'r, bugunmi ertami? Ikkalamizni ham baribir tutib olishlari mumkin. Undan keyin bu yorug' dunyoni qaytib ko'rmaysan. Kel, oldini olamiz. Agar tez orada Timani bir yoqlik qilsak, kunimiz tug'adi. Qolganlari nima bo'pti? O'zing bilasan, mabodo shu ishni uddalashingga qattiq ishonayotgan bo'lsang, bilginki, men hamisha yoningdaman. Faqat sotishni xayolingga keltira ko'rma. So'z beraman, endi seni sotmayman. Madali uchun shu gaplarning o'zi kifoya bo'ldi. U eng avvalo qarshisidagi ana shu qitmir va xavfli ayolni qo'lga olishi shart edi. Chunki davlatning muhim vazifasini ado etish uchun yollanganiga shubhasi yo'q. Bu yo'lda esa har qanday xavf-xatarning oldini olish kerak bo'ladi. U dorixonaga chiqib kelishini yana bir bor Marusiyaga eslatib qo'ydi-yu, boshqa kiyimlar kiyib tashqariga yo'l oldi. Lekin kelishganidek yarim soat ichida bu yerga qaytishi va Marusiya bilan qariyaning qarorgohiga yetib borishi shart edi. Madali yo'lda ketib borarkan, ikki ko'zi o'ng va chapdagi mashinalarda edi. Bilardi, qaysidir burchakda albatta uni tepakalning shotirlari kuzatishadi. Kim bilsin, yana qaysidir pana pastqamda tashkilotidan kelgan xufiya ham har qadamidan ogoh bo'lib turishgandir. Mo'ljallangan tor ko'chaga yetib, tanish pod'yezd tomon burilgach, daraxt panasidan bo'ydor, ozg'indan kelgan boshga sportchilar kiyadigan qalpoq kiydirib olgan bir rus yigiti chiqib, yo'liga ko'ndalang bo'ldi. Qutini titkilab ovora bo'lma, dedi u salomni ham nasiya qilib. Siz kimsiz? So'radi Madali tushunmay. Buning ahamiyati yo'q. Mana, konvertni cho'ntagingga solib qo'y. U yerda barcha ko'rsatmalar bayon etilgan. Rahbarlar senga salom aytib yuborishdi. Ishni yaxshi boshlabsan. Ularning rahmatini qabul et. Madali tushundiki, bu yigit ham o'zlaridan. To'xtang, hozir meni kuzatishyaptimi? Hovliqib so'radi u. Shuni ham bilmaysanmi? Sovuq tirjaydi yigit. Yosh bolaning savolini berma. Bizning ishda kuzatuvsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Tushundim. Xo'p, omadingni bersin. Madali ortga qaytdi. Yigitning qay tomonga yurishini zimdan kuzatishni ham lozim topmadi. Ko'p qavatli uylardan birining panasiga o'tdi-da, chor atrofga yaqinlashib, razm solib, hech kim yo'qligiga amin bo'lgach, konvertni ochib, ichidagi xatga ko'z yugurtirdi. Sen qariyani o'ldirishing lozim. Buning uchun senga 2 kun muhlat beriladi. Qolgan topshiriqlarni 3-kuni shu yerdan olasan. Xatda shu jumlalargina yozib qo'yilgandi. Ha, endi hammasi ayon, o'yladi Madali bosh qashib. Shuning uchun ham meni turmaga, undan so'ng qariyaga. Hammasini oldindan o'ylab qo'yishadi-da biznikilar. Biroq tepakalni, shunday kalla kesar mafiyani qanday qilib o'ldirsa bo'ladi? Pichoq bilanmi? Yo'q. Bo'g'ib o'ldirsinmi? Bo'g'ishning o'zi bo'larmikin? Uyiga portlovchi modda qo'ysinmi? Yo'q, shovqin ko'tariladi. Bu ishda ortiqcha vahima ham
To'xta, ixtiyorimda yana 10 daqiqa bor, deya shivirladi Madali dorixona ro'parasiga yetganda va egnidagi kostyumining tugmasini yechib, ichki cho'ntagidan pul olmoqchi bo'ldi. "Iye, bu nima?" Ne ko'z bilan ko'rsinki, kostyumining cho'ntagidan 5 santimetrcha past qismiga xuddi gugurt cho'pidek keladigan qora narsa yopishtirib qo'yilibdi. Plastmassa simon matohdan. Mikrofon-ku, ko'nglidan o'tkazdi Madali. Kursaligimizda xuddi shunaqa mikrofonlardan foydalanganmiz. Voy yaramasi, bekorga quchoq ochib xayrlashmagan ekanda. Shu bahonada kostyumimga mikrofon o'rnatishga ulgurgan. Ana endi ular mening har bir og'zimdan chiqqan so'zimni bemalol eshitib o'tiraveradi. Mayli, bir tomondan shunisi ham ma'qul. Har qalay ortimda rahbarlar borligini his etib turaman. Madali katta ko'chadagi u yoqdan bu yoqqa g'izillab o'tib turgan mashinalarga o'g'rincha ko'z tashlab olgach, dorixona ichkarisiga qadam qo'ydi. Ammo darhol orqaga qaytdi. Yo'q, hozir unga qora ko'zoynak zarur. Busiz bo'lmaydi. Madali avtobus bekatiga bordi. U yerda qora ko'zoynak taqqanlar ko'rinmadi. Shundan so'ng bozorga kirib bordi. Yura, o'rta yashar bir erkakni go'yo sezmay qolgan kabi to'satdan turtib yubordi. Erkakning qo'lidagilarga qo'shilib, ko'zoynagi ham yerga tushib ketdi. U qo'lidan tushib ketgan xaltani yerdan olgunicha qora ko'zoynak Madalining cho'ntagiga borib tushdi. Ana endi bemalol dorixonaga kirib boraversam ham bo'ladi. Bu ko'zoynak ko'zlagan maqsadimga yetishimga ko'mak beradi. Dorixona sotuvchisi 60larga borib qolgan bir ayol edi. Qarshisida paydo bo'lgan dev sifat boz ustiga qora ko'zoynakli Madalini ko'rib, biroz dovdiragan ham bo'ldi. "Keling uka", deya mulozamat qila ketdi sotuvchi ayol. "Qanday dorilar kerak bo'lib qoldi sizga?" "Menga mana bu qog'ozda yozilgan doridan 2 tasini bering", jiddiy ohangda so'z qotdi Madali. "Bormi?" "Albatta", shoshib qoldi ayol. "Bizning dorixonamizda hamma dori bor. Sog'lig'ingiz bezovta qilyaptimi?" "Ha, mazam yo'q. Tanish shifokor shu doridan foydalanishimni maslahat bergandi." "Juda to'g'ri aytibdi. Bu dori juda yaxshi va tez ta'sir qiladi hozir." Sotuvchi ayol qo'liga chiroyli xaltacha olib, jimjiloqning yarimcha keladigan shishachalardagi dorilardan 2 tasini soldi va Madalining qo'liga berdi. "Pulini olib qo'ying." "Xo'p, mana qaytdimi? Dorixonamizga kelib turing. Hech kimni bu yerga kelgulik qilmasin", kuldi Madali chiqib ketayotib. "Qayerlarda yuribsan?" Allaqachon tashqariga chiqib, qariya yuborgan mashina oldida toqatsizlanib turgan Maryusa Madalini urishgan bo'ldi. 15 daqiqadan beri kutyapmiz axir. "Sal ushlanib qoldim", dedi Madali mashinaga chiqib o'tirarkan. "Uzrimni qabul qil. Bundan keyin kechikishni odat qilmagin. Timofey amaki yoqtirmaydi." "Ketdik." Mashina ko'z ochib yumguncha qariyaning saroylardek hovlisiga yetib bordi. Ikkovlashib ichkariga qadam qo'yishdi. "Xo'sh, yigit, Maryusa yaxshi dam oldirdimi?" Timofey go'yo hech gap bo'lmagandek kulib Madalini quchdi. "Bu ayol professional-ku", u ham kulib javob qildi. "Juda yaxshi. Endi kechagi ish to'g'risida gaplashib olsak ham bo'lar-a?" "Albatta." "Xo'sh, pullarni qachon topib berasan?" "Tima", dedi Madali kutilmaganda qariyani senlab. "Men tuni bilan bo'lib o'tgan hamma ishlarni eslashga urindim, ammo haliyam xotiram pand beryapti. Iltimos, menga tag'in 2 kun muhlat ber. Bilasan-ku, o'zim ham sening qarshingda gunohkorman, hijolatdaman, lekin ishontirib aytamanki, barcha ayblarimni yuvaman. Agar o'z mehnatim bilan yuva olmasam, qonim bilan yuvaman." "Mana bu haqiqiy yigitning so'zi bo'ldi", dedi qariya. "To'g'ri, sotqinlik qilgansan. Agar boshqa odam bo'lsa, seni allaqachon o'ldirib yuborardi. Afsuski, men bunday qila olmadim. Bilasanmi nima uchun?" "Nima uchun?" o'zini go'llikka solib so'radi Madali. "Negaki, sen o'z ishingning ustasisan. Anavi shotirlar bir pul. Bittaga bitta sen bilan ro'baro bo'lishsa, ip ish olmay qolishadi. Mayli, muhlat bo'lsa muhlatda. Men juda sabrli odamman." "Rahmat. Ammo bekor o'tirmaysan. Bugun tunda chet eldan bir vagon qoradori keltirishadi. O'shani qabul qilib olasan. Qani, sen yana bir sinovdan o'tkazaychi. Nima deding?" "Tayyorman. Endi chiqsam bo'lar?" "Chiqaver.
Yoningda Maryusa bo'ladi. Seni yo'qotib qo'ymasligim kerak axir. Maryusa kula-kula Madalini qo'ltiqlaganicha tashqariga olib chiqib ketdi. Menga qara, dedi maxsus ajratilgan xonaga kirishgach Maryusa. Sen haliyam niyatingdan voz kechmadingmi? Nega so'rayapsan? Yo sotib ulgurdingmi? Yo'q, nega sotay? Bu ish juda nozik, payqab qolishsa bormi? Ikkalamiz ham tamom bo'lamiz. Mabodo payqashmasa-chi? So'radi Madali mushtlarini tugib. Bilmadim, ayniqsa bugungi ish. Nima, qo'rqyapsanmi? Meni bu so'zni allaqachonlar unutib yuborganman. Melisalar ishkal qilib qo'yishmasaydi, agar Melisaga tushib qolsak nima qilarding? Menmi? Seni tanimaganga olaman o'zimni. Shunaqami? Obbo seni, baribir ayoligingga borasan-da, a? Hazillashdim. Madalining labiga kaftini bosdi Maryusa. Endi o'lsak ham birga o'lamiz, ahmoq voy. Mana bu boshqa gap, qani, bir yotib dam olaylik. Chap tomonim tag'in og'rishni boshlayapti. Nihoyat kutilgan onlar yaqinlashib, qariyaning shotirlari ikkovini mashinaga o'tkazib vokzal tomon yo'l olishdi. Madali orqa o'rindiqda, Maryusaning quchog'ida jim ketib borar, rejalashtirib qo'ygan ishini qanday, qachon boshlash haqida bosh qotirar. Hozirgi qilinajak qaltis ish xayoliga ham kelmasdi. Nihoyat yetdilar. Biroq vagon kirib kelishiga hali 2 soatcha chamasi vaqt borligini aytishdi. Men bir hojatxonaga kirib chiqay, dedi to'satdan Madali toqatsizlanib. Negadir oshqozon bezovta qilyapti. Oldingi o'rindiqda o'tirgan yigit uni ogohlantirgan bo'ldi. Bu yerda har qadamda bizning yigitlar izg'ib yurishadi. Qochishni mo'ljallasang yomon bo'ladi. Men sen o'ylaganchalik jinni emasman. Zarda bilan javob qildi Madali. Nima qilayotganimni yaxshi bilaman. U mashinadan tushdi-da, hojatxona tomon ketdi. Kutilganidek mashinadagi yigit sekin pastga tushib, ortidan yo'l oldi. Afsuski, yigit qaysidir poyezddan tushib, bugun vokzalni egallab olgan yo'lovchilar orasidan o'tayotib, Madalini ko'zdan yo'qotdi. Shunda ham hojatxona tomon ketganini bilgani bois o'sha tarafga qarab yurdi. Madali haqiqatdan hojatxonaga kirgandi, lekin kirboq endigina hojat chiqarmoqchi bo'lib turgan kiyimlari juldur piyonistani tutib alohida xonalardan biriga sudradi va barmoqlarini lablariga bosib ovoz chiqara ko'rma ishorasini qildi. O'zi esa hojatxona lampochkasini urib sindirdi. Menga qara, piyonistaga uqtirdi Madali. Mana bu pullarni olasan-da, hozir men aytgan ishni qilasan. Piyonista qo'liga tutqazilgan bir dasta pulni ko'rib, hovliqib qoldi. Xo'p bo'ladi, ayting. Madali cho'ntagidagi dorilardan birini chiqarib, boshqa cho'ntagiga solingan mineral suvni qo'liga oldi. So'ngra shishadagi doridan choy qoshiqchada o'lchab mineral suvga kerakli miqdorda tomizdi. Mana shuni oxirigacha qoldirmay ichasan. Ichmasang puldan ham, joningdan ham ayrilasan. Ichsang pul seniki, ketaverasan. Piyonista avvaliga suvdan bir xo'plab ko'rdi. Oddiy mineral suv. Hech qanday ortiqcha ta'm yo'q. O'zicha xiringlab olgan bo'ldi-da, suvni bir ko'tarishda sipqorib tashladi. Endi ketaveraymi? So'radi Madaliga umidvor termilib. Shoshilma, 10 daqiqacha shu yerda turamiz, faqat ovoz chiqarma, bizni kuzatib yurishibdi. Shu orada ichkariga shotir kirib keldi shekilli, ovozining boricha baqira boshladi. Misha, qayerga gum bo'lding, shu yerdamisan? Ha, shu yerda bo'lmay go'rda bo'larmidim? Yasama inqillash bilan javob qildi Madali. Bemalol o'tirishga ham qo'ymaydi-ya. O'tiraver, shu yerda ekansan yetadi. Shotir chiqib ketdi, biroq Madali bilardi. U uzoqqa ketmaydi, eshik oldida kutadi baribir. Na iloj, dorining kuchini tekshirib olmasa bo'lmaydi. U piyonistaning ne ahvolga tushishini kuta boshladi. Adashmagan ekan. Oradan roppa-rosa 11 daqiqa o'tgach, piyonista unitaz qarshisiga cho'kdi-yu, uyquga ketdi. Bu nusxani qayerga berkitsam ekan? Bosh qotirardi Madali. Ish bitganidan so'ng natijasini ham bilishim kerak-ku. Burchakka yotqizaman-da, yarim soatdan keyin kelib xabar olaman. Dori ostan ham kuchli bo'lsa, shu muddat ichida yorug' dunyoni tark etadi.
Madala astoydil xurrak otayotgan pianistani sudrab, hojatxonaning ko'zdan panoroq burchagiga yotqizdi-da, o'zi tashqariga chiqdi. 5-qism tugadi.